Xo'p, bir xonalikni ikki xonalikka aylantirib, remont qilib sotuvga chiqaribdilar. Mana shu kirish eshigimiz bo'ladi. Eski 9 qavatli binolar Sogdiana hududida joylashgan. Kiraverishda prixojeniy mebelimiz bor. Ichkari eshiklarimiz hammasi MDFdan turgan ekan. Mana shu joyda bitta xonamiz bor. To'g'rimizda aslida oshxona bo'ladi. Oshxonani ko'chirib balkonga chiqaribdilar. Kirgandan keyin o'ng qo'lga sanuzilimiz bo'ladi. Umumiy to'liq kafilda ekan. Hamma sharoitlarimiz bor. Yangi jihozlar, texnikalar. Hop. Ta'mirdan keyin hech kim yashalmagan kvartira bo'ladi. Ana shu oshxonamizni balkonga chiqarib bu joyni yotoqxona qilib qo'yibdilar. 9 qavatli binolarning hamma narsasi katta-katta bo'ladi. Xonalari ham, patologlari ham baland bo'ladi va eshiklari ham mana bu eni kattaroq bo'ladi. Bu yerda ham derazalarimiz bor. Akvaplast 2 qavatli oyna. Barcha tomoni devorga qaralgan, tinchgina joyga, pastga parkovka, bolalar maydonchasi hamda juda yashil daraxtlar ko'p ekan. Va shu joyimizda xonamiz joylashgan. Videoda ko'rinadigan hamma narsamiz qolar ekan. Mana bu pardani tagiga gaz tochkasini qo'yib ketgan ekanlar. Xohlagan insonlar pechka qo'yadilar. Ukrainskiy pechka deydi. Xo'p, yana konditsioner ham yetishmayapti. Bitta konditsioner bilan qish uchun pechkani qo'yib olamiz. Va balkonimizga oshxonani chiqaribdilar. Xolodilnigimiz bor. Xo'p, mana shunaqa panoramnik katta derazasi mavjud 9 qavatli binolarda va kuxonniy mebellarimiz ham hammasi bor ekan. Mana bu joyimizga bitta kirish mashinamizni olib kelib qo'ysak, hammasi a'lo darajada bo'ladi. Ana shunaqa kvartiramizni sotuvga chiqaribdilar. Xo'p, Samarqand shahar Sogdiana hududi bo'ladi. Orientir Med College 9 qavatli eski binolar 5-qavatida bir xonalikni 2 xonalikka aylantirib remont qilib sharoitlarni chiroyli qilib qo'yibdilar. $37.500 deyaptilar. Yana savdosi bor ekan. Qiziqqanlar tezda aloqaga chiqamiz.